Assalomu alaykum hoji ona. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bolajonim, Xush ko'rdik sanatoriyamizda. Xushvaqt bo'linglar, sog' bo'linglar. Qayerdan keldingiz? Farg'onadan keldik biz. Farg'onadan keldingiz. O'tgan yili ham keldik. Allohga shukr, mana bu yil ham nasib qilib kelib, Mashalloh. o'sha natijalarni sezdik-da, sezib mana keldik, Xudoga shukr. Nima shikoyatlar bo'lardi? Shikoyat yo'q. Muomalalari zo'r. Yigit qizlar hammalari, mashina xodimlari ham, hammalari muomalari yaxshi. Bolalarimiz haqida endi hammalari ham. Shunga hamma joyda mana oshxonasi ham, mana kiritgan, olayotgan muolajalari ham hammasi yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. Sizni sog'lig'ingizda nima shikoyatlar bo'lardi? Oyoq og'riq, yuragidan bezovtachilik bor edi-da. Endi o'sha yuragim nima bo'ldi? Yo'q, 1 yil yaxshi yurdim. Keyin bolalar aytdi, yana ayajon yana yotasizmi? Namangan nima deyishdi? Yo'q, bolam o'tgan yil yotdim. Yana o'sha yoqqa boraveringlar meni dedim. Sizlarga ham yaqin. Yana bizni tanladingiz. Yana tanladim. Aytdim, yo'q, yaxshi dedim. O'shuning uchun o'sha yoqqa yana yotkazib ketishdi. Dori-darmonlar bo'yicha ham muolaja qilishyaptimi? Kapelnitsalar oldik, tomchi dorilar oldik. Xursandmisiz shu tomonlama? Yaxshi, Xudoga shukr. Alloh mana shunaqa joylar berib qo'yibdi. Hozir chiqib kelyapman o'ylarni. Alloh bizga mana bandalarga mehribonda. Albatta. Mana yaratib qo'yganda banda mana sen sog'lig'ingni tikla deb turib manaqa joylar yaratib qo'yibdi-da. Shunga xursandmiz. Shukr qilish. Allohning mehribonligi bu ham. Albatta. Endi oldin ota bobolarimizda bo'lmagan-ku, o'ylang. Kasallarni ham bilishmagan, o'tkazishib yuborgan. Bizga mana jinni kasal bo'lsak, darrov bilishyapti. Narxlar bo'yicha? Narxlari ham yaxshi. Yaxshi endi. Endi olib kelib Alloh yetkazyapti rizqimizni. Juda yaxshi. O'shdan bo'lib keldik. Hojona rahmat fikrlaringiz uchun. Rahmat sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, iloyim.